Ko'pchilik apkalarimiz Bolshimerka shu baloni arzon yeridan ko'rsating deb so'ragan edingizlar. Bugun xudo xolasa Urganch shahridagi BB Shop do'konida tashrif buyurdik. Videorolikimizni o'tirmay oxiridan ko'ringlar. Ajoyib skidkani qo'yib berjak ekan. Dilfuza apkamiz esa boshlang apka. Boshda 58 gacha bo'lganini sotganmiz. Hozir 60-62 gacha bo'ladigan ham kelgan bemalol. Hem eldiler düğmel bo'lib keldi. Buni 250 sotib turib Bizani BB Shop kanalımıza a'zo bo'lib, like bosib kelgan obunachilarimizga 230 dan etib beramiz. Qarang, bir yerini aytib o'tayim. Men buni ko'p reklama etganman. Bumuz ishlab chiqarish astarli emas, ishini yupqa variantda yengil, inang, giygandan chiqib turadi. Bu cho'ntakli variantda kelgan, yengil eldilari ilinadigan. Boshda biz buni inamali variantini sotdik, inang. Hozir yangilik bo'lib, bu variantni kelib turibdi. 230 etib beraman. 62 gacha bemalol razmeri bor. Yik ko'rib olaveradilar, inang, ullu razmerlar. Soni ko'p yetirib beramiz klientlaringizga. Bizda da qarang, vechirni ko'naklarimizni ham skidga e'lon etganmiz. Natural kela, inang, 260 ming so'mdan, inang, ishoracha 260 ming so'mdan. Razmer 48 dan 60 gacha bemalol bor. Ishlarimiz natural kela emas, 260 dan skidga narxinda. Kelaveradilar. Do'konda assortiment katta, obunachilar bemalol kelaverasiz. Hozir do'kon manzilini sizlarga tushuntirib o'taman. Urganch shahridagi BB Shop do'konining manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, Urganch Xanqa yo'li obunachilar 9 ning oxirida bu aytiladi. Bu yerdan 9-avtobus o'tadi, Salaroqda esa 4-avtobus o'tadi. Urganch shahar prokuraturasi BB Med klinikasidan o'tib kelasiz obunachilar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'p qavatli domliqlar bor obunachilar. Shu ko'p qavatli domliqlarning yonida, yo'lning ustida do'konlar joylashgan bo'ladi. Shu yerda BB Shop do'koni joylashgan.